Yomon botdi, og'ir botdi. Erim o'zini qilyapti. Xotini bu yoqda ishlayapti. Aya! Ha, nima bo'ldi? O'l bo'ldi, go'r bo'ldi, cho'l bo'ldi. Oyoqni mana temir tishlab oldi. Menga baqiryapsan, xuddi men aybdor-da. Endi nima qilishim kerak? Siz aybdorsiz, tushundingizmi? Shahlo, men Nargixonda futbol ko'rib o'tirdim. Bu temirni Nargixonda futbol ko'rmasa shuni ko'tarishganingizda shunaqa bo'lmasdi. Siz aybdorsiz. Voy. Takdagi yurishim yerdagi boli. Sligimdagi boli. Qo'rqitordingiz, ey? Men ham qo'rqib ketib, hozir men aybdormanmi? Men aybdormanmi? Qo'rqitmaganingizda shu sinmasdi. Siz dastingizda hech narsa qolmadi, bilasizmi? Mana bittagi hamma narsalarni siz sindirgansiz. Mana qarang, idishlarim qolmadi. Yangi idishlar olib bering yangi yilga. Sen jog'i o'chmaydi shekilli, baribir men aybdorman. Qayerga borish kerak? Yuring aytaman. Mana men aytgan joy bu yerda 70% gacha chegirma bo'lyapti. Yuring. Masalan, mana shu sifatli naborda oladigan bo'lsak, mana shu sovg'ani qo'shib berishadi. Qarang, ichida nima bor zo'ra? O'shini bozordan olsang bo'lmaydimi? Bozordan olsak bu sovg'ani qo'shib bermaydi. Birinchidan, ikkinchidan bozorda bu naborning ichida 60 ta chiqadi, bu yerda esa 94 ta. Bo'ldi, zo'r ekan, oylik hisob beraman. Yo'q, aynan shu naborning aksiyasi atigi 3 kun bo'ladi xolos. Boya sindirib qo'ydingiz-ku, olib berasiz hozir. Voy. Endi shubhalanma, endi aniq olamiz. Voy, mana shu pastellarga ham 70% gacha chegirma bo'lyapti dadasi. Shahlo, yaqinda 20 ta pastel olib berdim senga. Uydagi satin mastamini qarang, Turkiya sifatini qarang. O'tgan safar qimmat ekan, olib beraman. Qo'lingni atasan pollandim aytgan shibab reis mana. Skitkada 281 ming ekan. Shu kunni kutyaptim, bugun olamiz. Olamiz, 50% gacha skitka bo'lgandan keyin. Yangi yil yaqin mana shu fujirlarga ham 30% dan 50% gacha chegirma bo'lyapti ekan. Olamiz. Bayraming muborak, megajin. Kelayotgan yangi yilingiz bilan. Nima dedingiz hozir? Penelope naboriga ham 40% gacha chegirma bo'lyapti ekan. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Millifiora difuzorlari ham 40% gacha skitkada ekan. Olib berasiz. Shahlo, faqat sindirgan narsalaringni ol, chegirma 31-dekabrgacha davom etar ekan-ku. Shunaqa deysiz, olib berasiz, nima qiladi? U nima buni siz sindirdingiz. Mana shunaqa demaganingizda men hayajonlanib normal ushlagan bo'lardim. Ko'rdingizmi, uydagini ham sindirdingiz, hozirda ham sindirdingiz. Yana men aybdormanmi? Men aybdormanmi? Hamma oilada shumi? Bo'lib oxiri baribir erkaklar aybdor bo'lib qoladimi?